Men Abdullayev Zokirjon, Bag'dod tuman Nurafshon mahallasida turaman. Ko'chasida turaman. 17-yildan beri ayolim Abdullayev Odina shu jigar kasalligi yuqib qoldi. Shu vaqtlar o'tib ancha davolatdik. Yillar davomida bansalarda, doktorlarda yotib chiqdi. Bu kasallik hozirga kelib zo'riqib kuchayib qolgani sababli shu jigarni almashishga to'g'ri kelyapti. Shunga $30,000 kerak bo'lar ekan. Shu sababli muruvvatli insonlardan ro'za Ramazonda yordam qilishlarini so'raymiz. Qo'limiz kaltalik qilyapti. Farzandlarim yosh. Endi buni gapirish menga oson emas. Endi shu ayolim uchun so'rashga majbur bo'lyapman-da. Ilojim yo'q. Endi hayot majbur qilib qo'yar ekan shunday narsalarga. Shu insonlardan so'raymiz shu. Inshaalloh ro'za Ramazonda bizdan qaytmasa Xudodan qaytsin. Alloh hammaga ro'za Ramazonda baxt bersin.